alaykum, Termiz Havol avtosalon kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda M6, Julion va H6 modellari bo'ladi. M6 modellarimizga keladigan bo'lsak, M6 modellarimizda 3 ta pozitsiyasi bor. 250 million, 260 million, 280 million so'm. Hozirda ko'rib turgan M6 modelimiz 3-pozitsiya bo'lib 280 millionlik M6. LED faralar, 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan, 143 ta ot kuchiga ega. Balon qismiga keladigan bo'lsak, balon qismlari 17 diska balon bilan jihozlangan, juda ham yumshoq. Bu M6larimiz oilaviy crossover bo'lib, juda ham qulay. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismlari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Kattagina tablo, monitorlarga ega, lyuklari bor. Lyuklarni ham ko'radigan bo'lsak, multi rul. Orqalariga keladigan bo'lsak, juda ham keng oilaviy crossover. Bagaj hajmi esa 810 litr bagaj hajmiga ega. Juda ham qulay va oilaviy crossover. Bu modelimizni naqd, avtokredit, rassrochka, lizingga xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd yo avtokreditga xarid qilsangiz 15 million chegirma qilib beramiz. Bugungi modelimiz Julion modelimiz bo'lib, Julion modellarimizning 3 ta pozitsiyasi mavjud. 280 million, 310 million va 330 million so'm. Julion modellarimiz ham 143 ta ot kuchiga ega bo'lib, 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan. Ko'radigan bo'lsak, LED vision farlar bilan juda ham chiroyli va qulay ishlangan oilaviy crossoverga kiradi bu ham. Balon qismlariga keladigan bo'lsak, zavodskoy balon 18 diska balon bilan jihozlangan. Salon qismini ko'radigan bo'lsak, beskulchoy do'stlarimiz bor. Salon qismi juda ham chiroyli. Kojinli sidenalar, elektropaket sidena настройка, sidena isitish, sovutish sistema, беспроводная zaryadka, panorama lyuk. Orqalari ham juda ham keng va qulay ishlab chiqarilgan. O'zini isitish sidenalariga ega. Orqalarini ko'radigan bo'lsak, bu modellarimizni ham naqd, avtokredit, rassrochka va lizingga xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd yo avtokreditga xarid qilsangiz 20 million so'm chegirma qilib beramiz. Endigi modelimiz H6 bo'lib, H6 modellarimiz 330 milliondan boshlanib 390 milliongacha bor. H6 modelimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 184 ta ot kuchiga ega. Xo'p, faralarga keladigan bo'lsak, LED Premium Vision faralar bo'lib, juda ham chiroyli va qulay ishlab chiqarilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Balon va diskalarga keladigan bo'lsak, zavodskoy diska balon 19 diska balon bilan jihozlangan. Dostup, slipoy zona. Salon qismini ko'radigan bo'lsak, juda ham chiroyli va oranjiy salon bo'lib, sidena isitish, sovutish, sidena настройка elektropaket bo'ladi va sidenaning o'zini настройкалari, pamitlari bor. Panorama lyuk, multi rul bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Buraya keladigan bo'lsak, orqalari ham juda ham chiroyli, qulay va keng ishlangan. Salon qismi juda ham chiroyli, oranjiy salon. Orqa tomondan ko'radigan bo'lsak ham, orqa tomonlari ham juda ham chiroyli, ko'rishlaringiz mumkin. Gabarit jihatdan ham anchagina gabariti kattaroq. Ushbu avtomobillarimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Termiz Havol avtosalonimizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling.